Salom do'stlar, sizlar bilan men Asadbek. Bugungi video roligimizda kichkinagina orolda tirik qolish. Abdulloh bilan salomlash Abdulloh. Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Abdulloh. Bugungi videomizda orolchada 20 kun yashashimiz kerak bo'ladi. O'zimizni kuchaytirishimiz kerak. Hech kim bunaqa ishni qila olmagan, shuning uchun biz qilyapmiz. Biz uni ko'rmoqchimiz. Bugungi video roligimizda shuning bilan davom ettiramiz. Like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Fevralgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani unda ketdik. Mana men kirdim. Mana do'stlar, sizlar bilan mana kichkinagina ota ham kichkina ekan. Qo'ylarni o'ldir, qo'ylar bor ekan. Siz qo'ylarni o'ldiring, men daraxt chopib kelaman. Divan uchun kerak bo'ladi qo'ylar. O'ta har xil unaqa daraxtlar bor ekan. Ashlardan bugungi video rolikda kichkinagina orolda tirik olamiz. Daraxt bormikan? Daraxt bor ekan. Shuncha bor ekan. Bugun 20 kun yashashimiz kerak bu yerda. Keyin qilich ham yasasak, bemalol qo'ylar tezroq o'ldirardik. Bolalari ham bor ekan. Qo'y katta bo'lsa, bizga foydasi bor. Katta bo'lsa. Qorasi ham kerak bizga. Qora qo'y. Nechta kerak divan uchun? Divan uchun. Yashil qo'y ham bor ekan. Uchta qo'yligini, uchta paxta kerak. Bitta qo'ylar ko'p ekan aka. Sen ham o'ldirasanmi? Shuga ketdi. To'rtta bo'ldi qo'yligini. Menda 6 ta bo'ldi. Men tosh topib kelaman. Yo'q, tur olamni qo'ylarni o'ldirib, divan o'zimizga olaylik. Vestak yasadingmi? Ashlarda turibdi. Divan yasadingmi o'zingga? Yo'q, endi yapma. Qo'y. Menda 7 ta anaqa bo'ldi. Qo'ymi? Ha, qo'yligini. 8 ta ekan. Menda 8 ta bo'ldi. O'zimga bitta yotoq yasadim. Menga hozir nima kerak? Daraxt kerak ekan. Daraxting bormi? Demakda bor ekan. Betlarda rosa ko'p shakar qamishlar bor ekan shekilli. Balkim. Betlarda bor ekan. Mana yerda kuchicha bor ekan. O'ldir. Meni ishlavasachi. O'ldir bor. Bo'ldi. Vestakka kiraylik. Divan yana Bo'ldi, o'ldirdim. Taxta. Yerda ko'mir ham bor ekan. Ikkita divan yasamoq, ikkita divan. Menda bitta divan bor, o'zingizga yasavering. Mayli. Bitta vestak, bitta undan. Vestak bormi? Voy. Hamayli, daraxt qo'yadi. Menda divan bor, endi daraxt qo'yaman. Qo'y ikkita bor hali. Bo'ladi. Keyin mashqqa uy quramiz o'zimiz. Birov batast kelmaydi, lekin kelib qolsa ehtimoli katta. Hali zombilar spam bo'ladi, skeletlar. Shuning uchun hamma yo'lda yoritib chiqamiz. Sen o'zi ko'mir top. Ko'mir topdim. Topyapsanmi? Do'stlar, men videoimni tagiga Abdulloh ham kanalini qo'yib o'taman. Uni ham kirib o'tib ko'rib ketinglar. Kommentariyaga yozib qo'yadi. Shu videoni kommentiga yozib qo'yadi. Bu video birinchi qismdan iborat bo'ladi. Ikkinchi qism ham chiqadi. 17 ta topdim. Qildim. 17 ta yaxshi. Men hamma daraxtlarni olaman o'zimga. Bo'pti. Keyin bu loylar chopib hozircha loydan qilib turamiz. Yo'q, loydan qilmaymiz. Daraxtlardan qilamiz. Daraxt bizga kerak. Bu yerda bizda odamlar bor, shuning uchun gapiryapti-da. O'zimga toshlar. Hozir ozgina muammo bo'ldi, shuning uchun boshqatdan boshladik. Sizga ham toshlar narsalar yasaymi? Yasab ber, kerak bo'ladi. Bitta tosh yetib berka. Boshqa toshlar ham yasa.
tosh yetmayapti-da sizga. Hozir ishda bitta tosh olib yasab beraman. Tepada daraxtlar ko'pmi deyman? Qayerdasan? Arkadaşlar mana. Ha, ko'rdim. Bu daraxtlar chop tashlaylik. Siz hava daraxtlarini chopib tashlaysizmi? Hammasi kerak bo'ladi. Nari tarafga borib kelaman men. O'tib kelarman bu yerlardan hamma daraxt topib, yer tekizlab turib, uy quramiz. Mana do'stlar, bu yerni ham chopib bo'ldik. Bu yer tepaga qo'lim yetmadi nimagadir. Endi mana ularni ham yo'qotamiz. Keyin bu yer tekizlab uy qurishni boshlaymiz. Bu yerda biz chaygan shakli bo'lgan yerlarni tekizlab takilgan o'zimiz orolni. Mana tugatdik. Mana daraxt уже qolmadi. Daraxtlarni ham yakson etib tashladik. Boshqa joyga ham borib, bu ham yakson etib keldi. Besektiramiz. Ana men o'ngilab aka. Asadbek aka. Gapir. Yerlarni tekizlab chiqsa bo'lardi. Sen tekizlab chiqaver, men o'zimga qilich bolta yasab turibman. Men sizga yasadim. O'zingga kerak bo'lib qoladi. Ha, bo'pti. Men yerlar tekizlab chiqishni Eshik ham yasadim o'zimga. Sandiq. Siz qurib turing, u nari tomonga. Sandiq yasadim, yozuvchi. Ve betlar tekizlayman. Kerak bo'ladigan hamma narsani olib chiqyapman, ko'rganingizdek. Qo'yimni ham tatib yubordim menimcha. Eshik kerak bo'ladi, chunki biz bu yerlarda ko'proq uy quramiz. Qulf kalit ham kerak bo'ladi. Oddiy taxtalar ham kerak bo'ladi. Menimcha men narsam to'lib ketadigan yo'q, hali to'lmabdi. Men o'zimga kerakli hamma narsani yasab bo'ldim. Mana endi bu yerda tekis qilyapsanmi yerda? Ha, tekizlab chiqyapman. Vestakni olib qo'y. Odamlashvoring, ozgina bo'lsa ham. Vestak. Ovqat topdingmi, ovqat? Men bitta olma yeb oldim. Asadbek aka, to'xtang. Siz mana shu yerlarni tekizlab chiqingsiz. Men bo'lsa bitta non ferma quraman. Xo'pmi? Hop. Voy, bu yerda nimadir joy topib oldim. Voy. Men etlar tekizlab chiqadim o'zi. Ha, bu yer tekizlash kerak. Mana etlarda maqolar bor ekan, nima urug'lardan bitta urug' qildi. Men tepaga chiqib olay. Bu yerga kirgim kelmayapti. Qayerdasan sen? Mana. Urug' topyapti, uxlab oling. Hali uxlashga erta. Nimaga erta? Divaning qani? Divanim o'zimda. Eng tepaga chiq, eng tepaga. Bu yerni tekis qilish kerak, tekis. Yotib uxlayotgangacha. Mana bu yerga qo'yaman. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, mana bugun bir kun taqam o'tkazdik. 9 kun ichida bu yerni davom ettiramiz. Bu videomiz 2 qismdan iborat bo'ladi. Balki 3 qismdan bo'lishi ham mumkindir. Qayerdasan? Mana. Tobi yerdasan aka. Tekis qilgan yerda. Xo'p, Asadbek aka, siz tekizlab turing. Unaqa tekis qilma. To'xtang, bir to'rtburchak qilamiz-da. Yo'q, bu yerda nima qo'ydim? To'xtang, men unaqa qilib olayda birinchi. Shunga qo'yib ketyapti. Bo'pti, mayli. Men mana shu shunday olaman. Hammasini olgin, menga yordam bergin-da. Alloh yonimga kelgin. Nimaga unday qilyapsan? Qayta hammasini. Nimaga? Qayta. Yo'q, men menga non ferma quraman. Ha, mayli. Menga yordam bermoqchi edim, o'zing bilasan. Bu yerga men kerakli narsalarni qo'yib qo'yaman. Qachon sandiq yasash shu yerda? Sandiq ham yasadim. Sandiqning ichida yana ikkita sandiq bor. Eshik ham bor, 3 ta, 4 ta, 6 ta. Bular kerak. Bular ham
Meni daraxt Loyim tugadi meni. loy ko'proq qizilga. 3 ta divan bor ekan menda. Loyim bor ekan meni. O'zingniki bor-ku. Meni Vestak hozircha sandig'im to'ldi. O'zimga ikkita sandiq bo'ladi. Vestakni ham olib, har tomonga qarshi qilcha ham. Sandiq chekib turib, buni tashlab qo'yaman. Vestakni tashlab qo'yaman. Bo'ldi. Sandiqni tashlab qo'yaman. Ikkita ana endi shu yerni to'liq buzaman. Videoni to'xtataman, shuning uchun bu yerni to'liq buzaman. Do'stlar, mana bu yarmini tugatdim o'zim. Sen kelma, bola saqini qilov. Lapakka berib ket. Hamma daraxt chovib kel bor. Lapakkani oldik. Bizda ruslar ham ko'p bo'libdi. Ikkita lapakka yaxshi. O'zing olib ketding desam menga. Bo'ldi, mayli, bor ketaver, men bu yerni davom ettiraman. Sandiqqa qo'yib ket narsalaringni. Yoz daraxt ko'p bo'l-ku. O'zing bilasan. Do'stlar, mana yarmiga yetkazdim. Biz bir qarorga keldik. Endi bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Lekin hozir men jonim kam qoldi. Shuning uchun sandiqqa qo'yib turib hamma narsamni sandiq bu yerda yana bitta sandig'im bor. Sandiqqa qo'yib turib, nima bo'ladi? O'laman. Men Abdulloh urib o'ldiradi, keyin haqiqiy dunyoda emas, просто tak o'ldirib o'ldiradi. Menga jonim to'ladi, u narsalarni olib kelib ishlataveraman. Boshqa nima narsa qilmoqchiman do'stlar. Videoning ikkinchi qismi ham chiqadi hozir. Nima desam bo'ladi? O'ta ham ko'p vaqt bo'lib ketdi. To'xta, uxlab olaylik-da. Men divan, sen ham divan ol. Bitta divan oldim. Pasatri. Bo'ldi, siz. May uxladingmi sen? Men hozir yoningga divan qo'yaman. Mayli, uxlashni boshladi. Do'stlar, mana ikkinchi kunimiz. Nima desam bo'ladi, boshqa naqalardan ham qo'yamiz. Endi hozir buni Mana endi 18 kundan keyin narsalarni qo'yib olay. Ayta skelet, o'ldiring. Meni o'ldir sen. Yo, bo'l. To'xta. Skelet, iblos bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, bo'l. Bu yoqqa kel, otyapti. Suv tagidan boramiz, suv tagidan. Bo'l, jang qilamiz, bo'l. Uy. Suvni tagidan Ur. Men o'zim jonim kam, sening narsalaring ko'p ketavermi? Men uni o'ldiraman. O'ldirdim. O yaxshi, ichida sizga unaqa berdimi? Suyak berdimi? Balkim bergandir, yo'q, bermadi. Kel yonimga, bo'l, qayt. To'xta. Meni o'ldirasan sen. Bu yerni keyin qilamiz. Kichkina orol ko'rib turibsizlar, o'ta katta emas. Hamma yo'q suv. Anaqada nima qilganini bilmadim, lekin qo'ydim. Ke bo'l, meni urib o'ldi. O'lmaysan sen, qani? Sutayda nafas olaman. O'lganing yo'q. O'lmoqchi bo'ldim. Meni o'ldir. Bismillah. Hech ham yo'q edi, ko'rdingmi? Men yonimda paydo bo'laman ekan yaxshi. To'xta, mana arqingda. Ketib yonimga. Ha do'stlar, endi vaqt DJ etmay qoldi, shuning uchun ikkinchi qismini 10 ta likedan keyin olamiz. Ha do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, bugungi videorolikimiz urmay plyas. Bugungi videorolikimiz shudan iborat edi. Endi bu yerni ham buzamiz ikkinchi qismlarda. Hozir bu yerni buzishga vaqt yetmaydi. O'zicha muammolar bor, shuning uchun bu yerni buzib tugatamiz. Keyingi qismlarda 10 ta don like ikkinchi qismi chiqadi. Adushi birinchi mana sandiqlarimizda shu narsalar bor edi. Biz shunchaki ko'ngil uchun bu narsalar qilyapmiz. Bekor chekkan bo'lar deb o'ylamanglar do'stlar. Sizlar bilan Asadbek bilan Abdulloh bo'ldi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr. Bugungi dasturimizda kommentariyaga Abdullohni ham akkauntini yozib qoldiraman. Unga kirib podpiska, like bosib qo'yinglar. Xayr do'stlar.